erkak kishiga qarashdagi odobi. Endi yigit kishi iffatli bo'lsa naqadar chiroyli bo'ladi, naqadar go'zal bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar, Imom Daylamiydan, Ali roziyallohu anhudan keltirilgan: "Al-adlu hasanun, walakin fil imami ahsan." Adolat chiroyli narsa. Endi boshlig'ida bo'lsa shu adolat, yana ham chiroyliroq bo'ladi. Boshliq adolatli bo'lsa. "Was-saxau hasanun, walakin fil aghniya ahsan." Saxovat, qo'l ochiqlik chiroyli narsa. Endi boylarda bo'lsa shu saxovat, yana ham go'zal bo'ladi. "Wal-wara'u hasanun, walakinna fil ulama'i ahsan." Xudojo'ylik, taqvodorlik chiroyli narsa. Endi ulamolarda bo'lsa, yana ham go'zal bo'ladi. "Was-sabru hasanun, walakinna fil fuqara'i ahsan." Sabr chiroyli narsa. Endi bu sabr faqirlarda bo'lsa, yana ham go'zal bo'ladi. "Wat-tawbatu hasanun, walakinna fish shababi ahsan." Tavba qilish yaxshi narsa, chiroyli narsa. Endi yosh yigitlarda bo'ladigan bo'lsa bu tavba, yana ham go'zal bo'ladi. "Wal haya'u hasanun, walakinna fin nisa'i ahsan." Hayo chiroyli narsa. Endi ayollarda bo'lsa bu hayo, yana ham go'zal bo'ladi. Ko'zni tiyish haqida aytilgan hadislar asosan erkak kishini nomahram bo'lgan ayolga qarashiga haqida aytilgan. To'g'rimi? Nomahram ayolga nomahram erkak qarash haqida aytilgan ko'proq hadislar. Ammo erkak kishiga qarashidagi odobi ham bormi shariatimizda aytilganmi? Shariatimizda bu haqida nima deyilgan? Erkak kishi boshqa bir erkak kishini tizzasi va kindigi orasiga nazar solishi mumkin emas. Harom. Bu ikkala erkak qarindoshmi, begonami, musulmonmi, kofirmi farqi yo'q. Tizza bilan kindigi orasiga nazar solishlik mumkin emas. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar, Imom Muslimdan keltirilgan hadisda: "La yanzuru ar-rajulu ila awrati ar-rajul wala al-mar'atu ila awrati al-mar'a." Erkakning avratiga nazar solmaydi, ayolning avratiga nazar solmaydi. Imom Taboroniydan keltirilgan hadisda aytadilar: "Va ma bayna surrati va rukbati awratun." Tizza bilan kindik orasidagi narsa avrat. Tizza bilan kindikning orasi avrat. Imom Termiziydan keltirilgan hadisda aytadilar: "Va g'otti fakhidaka fa innal fakhza awratun." Rasululloh aytdilar, soningni to's. Albatta u avratdir. Son yopilishligi kerak. Na sport mashg'ulotida, na suzishda va na hammomda ochib bo'lmaydi.